Aka bu mana aksiyamiz uchun yangi. Mezbon mahsulot Izhor fermasidan aka mazza kolbasalari. Kilosi aka 49 ming so'm turadi. 49 ming so'm. Optimga 49 ming so'm turadi. Bizlar buni ta'mini bildirishimiz kerakmi? Biz nima o'ylab topdik? Xo'sh. Zionurdan dilezavtrigimiz 800 gram chiqadi. Shu turishi 33 ming so'm bo'ladi. Mana shu. Shu turishi bir palchkasi 33 ming so'm. Bir palchka mahsulotimizni sotib oladi. Aka Mezbon fermasidan bitta kapchonni kolbasa qo'shib beramiz. Shunaqada ikkalasi 30 necha mingga to'g'ri kelyapti? 33 ming so'm bo'lyapti. 33 ming so'mga to'g'ri. Ikkalasi 33 ming so'm bo'lyapti. Bunisini sotib oladi, bunisi sovg'aga aka. Birga bir aksiyamiz. Har qancha desa topib beramiz. Avyomga deydimi, qarindosh urug'ga deydimi, har qanaqasiga topib beramiz. Kelib turib bizlar Instagramdan ko'rib keldik, like bosib keldik desin, mana aka birga bir aksiyamizni olsin. Eski prokuraturadan shundoq betonkaga chiqib ketishda chap qo'lda joylashgan Zionur